Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anlatildi. Ulardagi o'rtaqlik ziyonkashlikka uchrash edi. Anvar Musabayov iqtisodiy ziyonga uchragan. Qolgan ikkisi bo'lsa, insoniy erkinlik, g'oya va milliy g'urur, hayot mamat ziyonkashligiga uchragan. İshaq Bey dadasi bilan Sovet ittifoqida savdo qilib yurib, Sovet sotsializm tuzumini yoqtirib qoldi. U yurtida shunday jamiyat bo'lishini orzu qildi. 16 yoshida Cho'nbeg'ish qabilasiga bey bo'lib saylandida jamiyatdagi faoliyatini boshlab ketdi. Uning tunji faoliyati Sovet ittifoqiga qarshi banditlarning ulug'chat xalqiga parokandichilik selishi qarshi kurash bo'ldi. U qechib yurgan banditlarni yo'qotishga rahbarlik qiladigan chegara mudofaa jangchilarining bir rahbari bo'lib qoldi. U bir necha yil jang qilib, urush mahoratini o'rgandi. Ataqliq bir ofitser bo'lish sifati bilan 1928-yili naq Yangzingshin g'o'lagan yili Fransiyaga o'qishga bordi. U Sovet ittifoqini texim yoqtirib, dangliq Sovet parastlaridan bo'lib chiqdi. Chegara atritining boshlig'i Jiyak Qozi uni o'z atritining kotibi qilib oldi. U Jiyak Qozining xalqqa solgan eg'ir olvon yasoq boy seliqlarini ko'rib, Jinshurin hokimiyatiga ich-ichidan o'sh bo'ldi. Hamma ishni Sovet ittifoqi bilan selishtirishga odatlandi. Uning iddiasida bu chirik hokimiyatni og'dirib, Sovet ittifoqidek adil, bayashat hokimiyat qurish orzusi paydo bo'ldi. Naq shu chaqda 1931-yilda Qumulda dehqonlar qo'zg'ini portladi. Ishaq Bey ichidan xushal bo'lib, Jinshurin hokimiyatining og'dirilishini umid qildi va bu inqilobning butun Shinjonga kengayishini, o'zining bu inqilobga qatnashib, xalq uchun zo'r ishlarni qilish fursatiga ega bo'lishni orzu qildi. 1933-yili 3-oyda Kuchada temir qo'zg'olon ko'tarildi. Qashqar dotiye Mashabu bu to'polonni bostirishgan chegara mudofaa mas'uli Chin Dishingni belgiladi. Chin 400 dak qirg'izni askar qilib, ularga 400 dak miltiq, 2 zambirak berib, Osmanni Lianjang qilib yo'lga soldi. Osman isyon ko'tarib Chinni o'ldirdi. U tezli zo'raydi va Jiyak Qozi xat yozib, botir jangchilarni avatishni talab qildi. Jiyak Qozi Qashqarga kelib, Qashqarning ma'muriy boshlig'i bo'ldi. Ishaq Bey payjang bo'ldi. U Sovet ittifoqidek hokimiyat qurishni orzu qilgan bo'lsa-mu, bu yerda qurilgan hokimiyat, jumhuriyatlar xalqni qiynash, xalqqa zulm selishdan boshqani qilmadi. Osh-yalang'och, savodsiz xalqni qiyin turmushda tursa-mu, eg'ir boshsizlik bilan qiynadi. Ichki majra, qirg'inchilik avj oldi. Majunning kelgandan keyin ahvol texim yomonlashdi. Ishaq Bey oxiri Jiyak Qozining ustidan isyon ko'tarib, o'z oldiga mustaqil askariy kuchga ega bo'ldi-da, Sovet ittifoqi bilan Jungu kompartiyasi bilan do'st bo'lishni hadab tashabbus qilayotgan Shinsayning odami Liubinga aljavatdi. Liubin uni qarshi oldi. U Shinsayning talabi bilan banditlarni tozalash ko'rishini elib bordi. U uzluksiz g'alaba qozonib, askarlarni ikki polga yetkazdi. Shin uningga Tuanjang, Luijang mansablarini, Sovet Qizil armiyasidan Bodolov qatorliq 10 necha ofitserni berdi. Ishaq Bey ruhlanib o'z askarlarini Sovet Qizil armiyasining tuzum bo'yicha tartibga soldi. Mashq qildirdi. Uning askarlari Qirg'iz, Uyg'ur, Tojik yigitlaridan edi. Ular tezla sapaliq jangovar qo'shinga aylandi. Xalqqa baloyi ofat bo'lib qolgan chegaradagi banditlarni o'zil kesil yo'qotdi. Inovati zo'raydi. Lekin Shin uning yanama zo'rayishiga yo'l qo'ymadi. Uni yod ko'rib, uning Luyini tarqitib etib, o'zini ulug'chat amonlik saqlash idorasining boshlig'i degan qo'riqnon bilan yurtga qaytarib o'tdi. Uning armonlari ko'pikka aylandi. Bu uning xalq uchun jon fido bo'lib yegan tunji zarbasi edi.
Lekin u qo'lidagi huquqidan foydalanib, xalqni qaloqlik, namratlik va jabr jafodan qutuldirish uchun nurg'un ishlarni qildi. 50 necha maktab qurib, 2000 dan jiq yoshni o'qitdi. Nurg'un qirg'iz yoshlarini Qirg'izistonga o'qishga chiqardi. Vabo kesiliga qarshi nurg'un ishlarni qildi. 1937-yili Maxosan bilan Mahmud Sijang qismlari birlashib, isyon ko'tarib, butun Janubiy Shinjang ansizchilikda qolganda, Shin aloqsadi bo'lib, Isoq Begni Lijanligini yana asliga keltirdi. Isoq Beg Sovet armiyasi bilan birlashib, Maxosan, Mahmud Sijang isyonni tezli tinchitdi. Arqadan 1938-yili Sidiqbek boshchiligidagi bo'lgunchilar isyon ko'tarildi. Isoq Beg o'z armiyasi ichida paydo bo'lgan bu Sharq Turkistonchilarni nihoyat tezli besiqtirdi. Shansay Janubiy Shinjang tinchigandan keyin yana Isoq Begdan ansiradi. 1937-yili xoinlarni tozalash, 1940-yili to'plan ko'tarish suiqasdi anzisini yasab chiqib, keng ko'lamdagi tutqun qilishda Isoq Begga oshkora qo'l sololmagan bo'lsa-mu, boshqa xizmatga qo'yimiz deb uni Urumchiga chaqirdi. Isoq Beg kelmadi. Oxiri G'o'ljigan ili viloyatlik Qozoq-Qirg'iz Maddaniy oqartish uyushmasining raisi qilib belgilab, Lijanliqdan qoldirdi. Bu chaqda Isoq Beg Shansayni to'liq tushundi. Shansayga taynib xalq uchun baxtli jamiyat qurish bir shirin tush ekanligini tonib yetdi. Mana hozir u nazorat ostida. U 4 yoshlik o'g'li bir ban askar bilan bu yerga kelib, xeyli chiqishlarni qildi. Lekin uning har bir qadami paylaqliq. Hozir uning luyi tarqitilgan. Uning yaqinlari yo'qotilgan. Xalq uchun, xalqning baxt uchun kurash qilish hozir uning jinoyatiga aylanib qoldi. 40 yoshlik qiron yigit Anvar Musaboyevning savoli bo'yicha o'zini tunishtirib bo'lib oxirida bizni hamon yo'qotdi. Lekin biz unga yo'qolmaymiz. Sovet ittifoqi hozir Sovet ittifoqini tezda yo'qotaman deb ko'ranligan Gitler qo'shinlarini g'arbga chekindirmoqda. Yo'qotaman desil yo'qota olaydimi? Bizmi shundoq? Mana buni amdir 21 yoshga kirgan inim Abdukerimmi yo'qildiganlar tizimligida. Uning dadisi Hashim Oqsoqolni men obdan bilaman. Odil, xalq ko'ndigan isil odam edi. Shu odamni mo to'plan ko'tirish suiqasdi bo'lgan deb turmaga serib o'ldirib atdi. Abdukerimni mo 1940-yili xoinning bolasi deb Samanga surgun qildi. Abdukerim o'quvchi vaqtida Shinjang institutining qarmog'idagi to'liq o'tir maktabda kommunizmchilar bilan do'st bo'lgan. Ularning mudiri Yushyoson Sovet Bolsheviklar partiyasining a'zosi edi. Shinjang institutining ilmiy mudiri Lin Jilo bo'lsa, Jungo kommunistik partiyasining a'zosi edi. Men maktabda Lin Jilodan 6 buyuk siyosatning oxirgi maqsadi Shinjongda kommunizm qurishmi deb so'radim. Tarjim qilib berdi. Lin Jilo darsdan tushganda yotoqqa kiring deb javob berdi. Men yotoqqa kirdim. U kishi nurg'un yangiliklarni deb berdi. Men 6 buyuk siyosatning oldamchilik ekanligini, uning hargizmi marksizm, leninizm emas ekanligini bilib oldim. Shinsaga o'shmanlikim kundan-kunga kuchaydi. Linjilo degandek, u mana endi niqobini elvatdi. Turma bolshevik, Jungo kommunistlari, ilg'or fikrlik yoshlar, xalq suyar arboblar bilan to'shib ketdi. Uning tabiati oshkorlandi. U bandit, qaroqchi, jallod. Anvar apandi ko'zliginiga erishdi. U qo'liga qurol elib, buni vahshiy hukumatni yo'qotishning yo'lini tutgan fidokorlarning ovozini anglashga tashna edi. Men bütün aqlimni pul tepishga sarf qilgan. Pul bo'lsa, hammani qilg'ili bo'ladi deb o'ylaydim. Ota buvilarim o'z puli bilan maktab ochsa, chet elga yoshlarni chiqarsa, yo'qsullarga oylab sadiq tarqasa, ishchimdan xushal bo'lib, men qoltis oilaning bolasi. Mening oilam eng ilg'or, to'pisi, cho'ng oilada faxrlandim. Sizlarning qilgan ishinglarni anglab xijil bo'lib o'taman. Sizlar xalq uchun jininglarni tikib qo'yibsizlar. Biz nihoyat pul xarjlashni bilibdik. Sizlar xarjlayotgan bu pulni mo emgakchi xalq topgan. Abdukerim Nisiyatjon gapi ochiq yigit ekan. U Anvar apandiga radiya bo'ladigan bu gapni o'ylanmayli devidi. Isoq Beg uzun burtlarini barmoqlari bilan siylab qo'yib,
Marksizm, Leninizmning oddiy qoidasi shundoq. İşçi dehqonlar, ziyolilar asosiy qo'shin. Ular oxirgi maqsadiga yetish uchun Anvar apandilarning manfaatiga cheqilib qo'ydi, deb kuldi. Shandobandagi zolimlar yigicha xalq yesinmaydi, dedi Anvar apandi kulib qo'yib. Hozir bizning dushmanimizdir. Kelgusi bo'ladigan ishlar u boshqa gap. To'g'ri, dedi Ihsoqbek kulib turib. Shandoban hokimiyatini yo'qotish bizning maqsadimiz. Vazifamiz hamma xalqni uyg'otish, qo'liga qurol olg'izish. Qurol setib olishga barliq pulimizni berishga men tayyor. Noit yaxshi. Sovet ittifoqi necha vaqtdan beri Shing'isayni qurollantirgan edi. Aldandi, endi bizni qurollantirdi. Abdukerim hayajon bilan Ihsoqbek to'g'risida so'zlab ketdi. Tönügün İhsoqbek akaning mansibini elvatdi. Bir katta garnizon qo'mondoni Shing'isayni 2 qitim qiyin xatardan qutqizgan qaysar odam g'o'ljiq kelib Qozoq-Qirg'iz madaniy oqartish uyushmasining raislik bilan qanoatlanib, xalq uchun jon ko'ydirib ishlab olsa, buni arzimas ishdimi u xotirjam bo'la olmadi. Jasuslarning uyushmaning ichiga kirgizdi. Bu odam oilasini ulug'chatda qoldirib, 4 yoshlik bir bolasi bilan sarson bo'lib yursa, bu yerda xotirjamlik bermayotdi. Endi u Ihsoqbekka zaharli qo'lni so'zishi mumkin. Uning dadasining mol mulkini musodara qilishi, oila urug' tuqqanlarga ziyonkashlik qilishi mumkin. Endi bu kishi hayotini qo'g'dish kerak. Men hammaga tayyorlik qilib qo'ydim, dedi Ihsoqbek hech bo'lmaganda xotirjam holda kulib qo'yib. Hayotim partizanlik bilan o'tadigan o'xshaydi. Birlari pul g'imida, birlari jon g'imida, yana birlari bo'lsa xalq g'imida, dedi Abdukerim hayajonlanib. Bu odam o'zi keladigan xatar, ziyon bilan hisoblashmaydi. Xalqning ustidagi g'am tog'larini og'dirib yetishni o'ylaydi. Bizda mana shunday azimatdan yuzi, hech bo'lmasa 30 bo'lsa-edi. Hay, Jungo Kommunistik partiyasining shunday xalqidan boshqani o'ylamaydigan, o'limda qilch qo'rqmaydigan bir necha yuz ming farzandi bor. Shu u partiya yengilmaydi. Abdukerim hukam rasaytidi, dedi Ihsoqbek kulib qo'yib, aldirmay xotirjam so'zlab. Bizga hozir hammadan muhimi ongliq olda o'zini inqilobga beg'ishla oladigan qaysar azimatlarining ko'plab maydonga chiqishi. Kommunizm, sotsializmni maqsad qilmasin mayli. Zulmga, xo'rliqqa, milliy kamsitish qarshi ko'krak yerib chiqsalar, bu xil odamlar bizga intoyin qimmatlik edi. Men tafsiliy hisoblab ko'rdim, dedi Abdukerim oldirab so'zlab. O'tirg'i chiqqan inqilobchilardan sotqinlar ko'pkan. Yo'q, dedi Ihsoqbek kulib qo'yib. Bug'doydan bo'yojiq, qo'ydan bo'rijiq desak yengilimiz, xatolishimiz. Gap xalqimizning nodonligi, xurofiyligida. Taqdir shundoq. U dunyo bizni, bu dunyo ularning deb nimani qilsa jim turib bersak, oxiri naslimiz quriydi. Şinjanda Uyg'urlardan 4 millionga yaqin nopus bor. Hukumat o'rinlaridan nechisi bor. Faqatla bir necha g'olcha, jasuslar bor. Xalq uchun jon ko'ydiradigan bir odam hukumat o'rnida yo'q. Askarda-chi? Yo'q. Mening garnizonimni tarqitibdi. Qirg'iz, Uyg'ur, tojik yigitlarini harbiydan bo'shatdi. 4 million xalqni bir necha yuz sharqiy shimollik so'rayotdi. Bu yerdagi 13 millatning 12 qo'l, biri xo'jayin. Shu birining ko'p sondikilari bizga o'xshash zulm ostida. Vijdon egillari bu hisobni bilish kerak. Ular yarim kechagacha paranglashdi. O'ylada Ihsoqbekning muhabbizatchisi yilidan yiliga sirtqa chiqib kuzatchilik qiladi. 4 yoshlik o'g'il simkarvat uxlab qoldi. Ular nerin yedi. Yevropadagi urush, Jungo zaminidagi Yaponga qarshi urush, 1941-yili 12-oyda qo'zg'algan Tinch okean urushi, 1941-yili 1-oyda yuz bergan Janubiy Anxuy voqeasida Jungo kommunistlarining tartgan ziyonlari, Yaponlarning vahshiyliklari, Jiang Jishi bilan Shingdobanning kommunistlarga silayotgan ziyonlari, Urumchida, G'o'ljida bo'layotgan vahshiyliklar. Hammani so'zlashdi.
Oxirida Ihsoqbek mehmonlarni uzatib, "Men attiganlikka Chopchaldagi do'stimning uyiga muni o'g'limni ochqib o'ynatib kelaman. Qozoq do'stim Maqayboy ot kirgizibdi. Ko'rishkicha omon bo'laylik," dedi va ular bilan birma-biri qo'l elishib xo'shlashdi. Anvar apandi mashinasi bilan Abdukerimni yotqiga akilib qo'ydi. U Baqqurodagi Yasidaq uyi kelganda yarim kecha bo'lgan edi. Uning zadila uyqusi kelmadi. U o'zini to'limi takomul katta odam hisoblab yurgan ekan. Bugun heliqi ikki odamning 40 yillik, 21 yillik hayot yo'llarida nimalarni qilib, nimalarni o'ylaganliklarini anglab, o'zini to'limi arzimas odam hisobladi. Ularmi Anvar apandiga o'xshash boy bolalar ekan-ku. Ular nimishqa bir qatim shaxsiy puli, meli, ayoli yoki bolalari va ulardan shakllangan shaxsiy baxti to'g'risida so'zlabmi qo'ymadi. Ular xalqidan boshqa hammani unutgan. Shaxsiy foyda ziyon bilan zodila hisoblashmaydi ekan. Hatto jonlari bilan kori yo'q ekan. Natchilik yashsa shunchalik kurash qiladi ekan. Ular na qo'rqishni, na ishkilinishni bilmaydi ekan. Ras. Bir millatning mushundaq o'g'illaridan yuzi, 50 bo'lsa Musaboyevlardek yuzlagan boylarning bo'lgandan yaxshi emasmi? Bayliqini xohlagan vaqtda har xil amal bilan musodara qilib olaydi ekan. Ammo bundaq ruhiy bayliqni ya musodara qilg'ili, ya ko'ydirib etgili bo'lmaydi ekan. Shandobanning qiziqdig'ini bayla bo'lgani bilan qo'rqdig'ini bilarman, jambozlar ekan. Uning turmilari to'lib ketib, shaxsiy uyda butxonlarini mo turma qilib aptidek. Lekin turma bilan bu xil xavfli ruhni yo'qotqili bo'lmag'idek. Bu xil xavfli ruh hozir G'o'lji shahridan baqlandi. U o'tganda o'z uyida Moskvadan kelgan heliqi bolshevik Xanzo yigitining gaplarini anglagan. Jobin nazirining Xinjiang, Uyg'ur va ularning kelgusi to'g'risidagi mulohazalarini anglagan. Nimishqa bularning hammasining gaplari o'xshab ketadigan-du, ha? Odamni odam azmaydigan, hamma odam barobar namratlik, nohaqchilik, dil azori bo'lmaydigan jamiyat qurarmish. Bu bir orzu. Biz ularcha azguchi, nohaqchilikning manbasi ekanmiz. Ishsizlarga ish bersak, oylik bersak, buning nari nohaqchilik bo'ladi ekan. Odamlar barobar bo'larmish. Bu mumkinmi? Shinsayni og'dirib Uyg'ur davlat qursak, afg'onlardek, turklardek podshohimiz, sulton askarlarimiz bo'lsa bo'lmadimi? Sotsializm, kommunizm deganlari Uyg'ur davlatidan bo'laveradi-ku. Ihsoqbekning deyishicha, Xinjiang kelgusida sotsialistik Jungoning bir o'lkasi yoki Qozog'iston, O'zbekistondek bir respublikasi bo'larmish. Hargiz Uyg'ur davlati bo'lmag'idek. Abdukerimning degandek Xinjiang kelgusida sotsialistik Jungoning bir o'lkasi bo'larmish. Mayli nim bo'lsa shu bo'lsin, kelgusida ko'raylik. Hozircha Shansayni yo'qotish kerak. Bu hayvon bizning to'limi tishimizga tegdi. Bizni millat qatorida ko'rmadi. Odam qatorida ko'rmadi. Xolig'incha talon-taraj qildi. O'ltirdi, bo'ladi, oyoq osti qildi. Endi pichoq so'ngakka yetdi. U bizni oxirgi bir tishlam nenimizdan mahrum qilmoqchi. Bizni millat sifatida yo'qotmoqchi. U g'azab, nafrat va qarama-qarshi fikrlarning elishi bilan beoram bo'lib zodila uxlay olmadi. Yenidagi nozik, chiroyli oyoqni silab baxdi. U shirin uyqusidan uyg'ondi. Uning amdili ko'zi uyquga ketib edi, tashqarqi uydan telefon jiringladi. Uningga nanalardan Urumchi, Moskva, Istanbul, Toshkentlardan doim telefon keladi. Telefonda albatta yangi xabarlar, xushalliqlar bo'ladi-da. U karvatdan tushib, sirtqa mangdi va telefonni oldi. "Ha, bu men, Anvar Musaboyev," dedi u telefon berayotgan ayol kishiga ajablanib. "Siz kim? Bizning telefonni qanday bilib oldingiz?" "Menga Jobin nazir deb bergan.
sizning uyingizda u kishi Nuri degan bolani ko'ribdi ekan-ku. Shunda. Nuri sizning nimangiz bo'ladi? Hech nima emas. Men uningga o'z vaqtida oshiq bo'lib qolgan. U mening tunji sevgilim. Qandoq degan qilin qizasiz? Bir odamni yerim kechida o'yg'itib, tetiqsiz gaplarni qilg'ildurdingiz-ku. Xap bo'lmang Anvarka. Men sizni mehribon, oqko'ngil odam deb anglagan. Anglaganim rost bo'lsin ilohim. Rost bo'lsa, nima demoqchidingiz? Shu Nuri sizning zavotingizda deb angladim. Uningga at telefon bersam siz yordam qilamsizmikin degan. U hozir yo'q. Uning nerdaligini bilmayman. Aşk məşqlarga yordam berganlar jannatda bo'ladi aka. Yordam qiling. Uni menga tepib bering. Men hozirmi jannatda qizchaq? Gap qiskansiz, etingiz nima? Ha? Sabiy xadamsiz. To'xtang, yezib olay. Millatingiz-chi? Tatardamsiz? Siz u yerda demakchi Urumchida nima ish qilasiz? Ishlaydigan yerim maxfiy. To'liq surishtirib bermagan bo'lsangiz, mening opam bilan singlimni G'o'ljida. Bildim. Eli qichaqda sizni Olmaotaga yo'lga selib atgan edi-ku. Urumchiga berib qopsiz, ha? Shundoq. Bu ish bir hikoya. Bu hikoyani uchratganda sizga aytib beray. Menga yordam qila olamsiz, aka? Uning ovozini anglasamda bo'ladi. Va'da bera olmayman. Ata, yo'q. 3 kundan keyin kashda, yo'q. Bundoq kashda emas, odatli kashda telefon bering. Anvar apandining ayoli ansirab yugurib chiqdi. Ajab uzoq mundashdingiz. Bu qaysi ashingiz? Men eringizning ashinisi emas, boshqa bir yigitning ma'shuqi. Qandoq degan lozim xotin bu? Men degan qiz. Telefonni erining qo'lidan yulib olgan Anvar apandining ayoli eriga do'q qildi. Qiz des qiziqib ketgan texi. Qiz bo'lamdi. U degan bir eski ko'nglik nechidan oshgan ovozni bilib bo'ldim. Yüzü tüven gepi az, hatta çümelidim qo'rqadigan o'lik cho'jigim ish chag'irtib, ko'z yesh qiladigan bir qizning odamlar tillig'ida qilin, gepi uchuq man-mandanga aylanib qolgani bu boy er-xotin tushunmaydi. Hayot odamlarni tezli o'zgartirdi. Odamlar ba'zida o'zini nima uchun o'zgarayotganligini tushunolmaydi. Bir haftadan keyin Anvar apandi ishga ot qo'shgan kalaskaga tushib, Solijon ismli boyning beg'iga 1942-yilning tunji bahori o'tirishiga bordi. O'stan bo'yi, yop-yeshil chemanlik, olma, shabdul, o'riklar chechaklagan. Qushlarmi bu baqqa to'plashib olgan. Uyg'ur bazmisi dutlar jilinmoqda. Saydulla Rahmatullayov G'o'ljaga tunji bo'lib kirgan skripkimi hozir Uyg'ur muzika asbob bo'lib qolg'ashqa, u odamlarga mung bermoqda edi. O'yin boshlanib ketgan. Kim qapton kiygan lekin Baxo'jam qilin ko'rpada tozi begim bo'lib o'tiribdi. Pashshab begi, xazinachi bey va mashrabga ko'ngan ili baylari G'o'jamni cho'rdab chimanga yarashgan gilamlar ustidagi yekandozlarda yahtiz bo'lgan. G'o'ljining eng katta sozchilari Ro'zi Tambur, Zikri, dangliq naqshchilaridan Abduvali Jarulla, Jani qatorliqlar G'o'lji naqshchilariga o'nining barcha varqirashmoqda. G'o'jamning beshi sangilagan. Uning yanidagi mutaoli xalbat, Elixon To'ra, Abla Damulla, Tiyib Shangan va dangliq baylar G'o'jamni do'rab munglangan. Anvar apandi o'ltirish qoidasi bo'yicha bir burchakda g'ibli qilib o'tirdi. G'o'ljining eng cho'ng beyi, butun Uyg'ur millatining eng katta puldori, bir qitimda Shingsay uning ikki cho'ng baxtiki liq oltinni elib ketgandimi, chiroy o'zgartib qo'ymagan bu odam mashrabga kechikib kelganlik uchun tövanda o'ltirish kerak edi. Bu xil go'zal axloqni Uyg'ur millatining fazilati yaratgan. Lekin shu millat hozir xor. Anvar apandiga fikr qilish ilhomi kelgan chig'i naqshdan shavitib, mush naqshlarning xo'jasi, ajoyib fazilatlarining ijodchisi bo'lgan bir ulug' millat hozir asoratda deganni o'ylab ulgurdi. U naqsh tegash bilan o'rnidan turib, qo'llarini ko'ksiga qo'yib salom qilgandan keyin kechikib qoldim. Har qanday jazoga tayyorman, dedi. Odamlar G'o'jamga qaradi. G'o'jam kulib,
Lavay. Bugungi qozi mutaoli xalpitib. dedi uchsig'a atrang, o'ri yoq pashmat, beshig'a yeshil duxovi bo'k kiygan gavdilik odam beshini ko'tardi-da, Anvar apanda qarab kulib qo'ydi. O'tdik, gunohidan o'tdik. Apandim jamiyat ishi bilan kechikkan gap qachon? Dedi g'o'jam. Lavay, silamo poriya qo'ydilarmi ya? deb chiqishdi. Anvar apandim pora bergan bo'lsa, mollar besilib, sirtning ishiklari etilib qolmas edi. dedi ovozi tum, bo'yi pakar biri chaqchaqchi gapini tartib oladigandek oldirab so'zlab. O'zi dabbosgan, nimish kechikdikin? Anlagansizlar? dedi Anvar apandi oldiramay. Eksoqbek bolasini, muhofizatchisini elib, chapchal degan chegaradan qechib o'tib ketibdi. Shindobanning ochiq kelib, uni ulug'chatdiki dadisini o'zining butun boyliqini musodira qilib, yaqinlaridan 17 uylikni qo'lg'apti. Xotini, inisi o'g'ilni Urumchiga kelib turmak sapdi. Saqchilar kechidan beri bir qanchamizni so'roq qilib, "Senlar bilasan" deb qistab holimizni qo'ymadi. Uni buni qilib, yarim kechidan o'tganda aram qutuldi. Qutuldim bexastalik qilmasalar apandim. Shindobanning tishi g'ozroqli takkanligi odam hayot qolmaydi. Anlasoq Eksoqbekning yurtdoshlari, savoqdoshlari, qarindoshlarini mo'solabdak. Hozir shansay dakki-dukki uxlay olmay kechich apyunchakkidak. Tova, xiyonatchilik qarishtiramiz deydi ekan u. O'zi xiyonatning cho'ngini qiladi ekan. Apyunkashlarni otidi ekan u, o'zi puruqlatib chekidi ekan. Og'zi bilan orqasidan tayini yo'q odam amal tutib yur so'raydigan chig'i. Heliqi sahrolik Abdumar Mingbegi hokim bo'pdak. Rasma? Pa, u endi qamchisini shiltiydi ekanda. Nimaga hayron qolsiz-oy? Saranşoy yurt so'rib edi, nimalarni qilmadi? O'nnachimiz uning lagdekini uchirimiz deb shahardan Bayandaygacha ot chop turib, qo'nlay yig'ir bo'lib ketmadimi? Shuning uchun dimchib qotdikansizda. Shuning kasofatidan chot tushib ketgan gap. Har qanday ko'ngilsizlikni kulgiga aylantirishga mahir g'o'lji chaqchaqlari sarang sho'yiga yo'lab bir-birining laqamlarini imo qilib chaqchaq boshlavatdi. Anvar apandi kulib teliqib qoldi. Uning qalbidagi g'am qayg'u bulutlari birdamdala tarqilib, kunning osmonida bahor qushlari sayradi. Tunji bahori mehmonlarni xush qilish uchun hamma to'kmisini ko'rsatmoqda. Salkin shamol, illiq quyosh, yop-yeshil jahon, mungluq naqsha, ko'ngillik chaqchaq, kavob, samsa, qo'rdoq, meva-cheva, mazzilik go'shtlar bilan echilgan ishtaha mehmonlarning yashash, halovat ko'rish va lazzatlanish orzusini kuchaytirib, ruhining chunqur yerida qanoat va faxrlanish tuyg'usini urg'utmoqda edi. Biz xalq rohatlanishni yaxshi ko'ramiz. Shunga mehribon, mehmondo'st, kang qo'rsoq. Shunga bizdan boshqalar foydalanadi. Terimizga kirib oladi. Biz huquq, hokimiyat eng'iga ega bo'la olmadik. Shunga boshqalarning boshqurishini haqorat bilmaymiz. Shindoban hammani hokimiyat uchun xizmat qildiradi. Uning mengisida hokimiyatdan boshqa hech nima yo'q. Mengisidagi bu oliy e'tiqod, muqaddas ixlos uning tabiatini belgilagan. Hokimiyatga foydali narsa bo'lsa, u e'tiborlaydi. Hokimiyatda qilchilik ziyonlik, xalqlik, hatto gumonan xalqlik narsalar bo'lsa, u uning kim, nima ekanligini surishtirmayla uni yo'qotadi. Uningga sadoqat, samimiylik degan nimalarmi vaqti kelganda bir tiyin. Sadoqat yarg'an bo'lsa, bechora Eksoqbek davlatidan qochib ketmagan bo'lar edi. Bechora hozir nalarda tamtirab yurdikin. Anvar apandi mungluq naqsha, yurak tegadigan sozning ta'siridan yana mung'landi. Eksoqbek bilan bo'lgan suhbatlarini aslab, ular qoldirgan xotiralarini yuqorqi gaplar bilan yodladi. Uning xiyoliga birdalla telefon bergan Sabiha ismli qiz keldi.
Qizga o ikkinchi qatim telefonda "Men uni topdim. Nuri qo'li qurol opdi. U qisas uchun otlanibdi" deb javob berdi. Qiz telefonda yig'lab turib, "Men uning ovozini birla anglab olsam bo'ladi. Bu mening eng oliy orzuyim" dedi. Odamlar nimalarni orzu qilmaydi, ha? İhsaq bey, Abdukerim, Nurila xalqni zulmdan qutuldirishni orzu qiladi. Anvar Musabayev bo'lsa, savdo ishlarining gullanishini orzu qiladi. Heliq qiz bo'lsa, suygan yigitining ovozini anglashni, yana birlari to'yg'udek tamoq, yana birlari hatto bir eg'iz yaxshi gap. Usul boshlanib edi, Ekinbek xo'janing usulchisi birinchi bo'lib maydonga tushdi. Uning put, qo'l, bosh, qosh, ko'z ballari harakat mahoratini ko'rsatib olqishlandi. U tizlanib o'tirib mutaali xalpitimga kushkatti qilib edi. Xalpitim qo'lini ko'ksiga qo'yib o'zirxohlik etdi. "Ish bo'lmasa yo'rg'ilab bering, unimi bilmasangiz qatirab bering" deb tuga degan laqamga bishorat berdi xo'jam. "Oyoq yuguriki boshqa, burun yuguriki oshqa" degan maqol chiqdi xo'jam. Hozir burun ishlaydigan zamon. Porash hammadan qoltiz. Rasmo shangan adash. Xalpitim mashka laqamni shanganga hujum qildi. Bir burun sansiz ayibni hammadan topdi purab. Yetti qat yardan qusur ko'ktiki aydin gunoh. Dedi tog' mangmaydi ekan, daryo faqat tinmaydi ekan. Kun uchun o'lmaydi ekan, tapdı o saydın gunoh. Ne uchun o'g'il to'raldi bu qursaqda ey ana? Ne uchun Uyg'ur yaratding bu jahonga ey Xudo? Ne uchun berding uningga shuncha kangri yer zamin? Men purab topdim uningdan yerga sig'mas cho'ng gunoh. Birdala usul o'ynash, she'r o'qishga aylanib ketdi. Mutaali xalpitim abla damollala ajoyib she'rlarni o'qidi. Mulla Bilal Nasuha she'rlaridan o'qildi. Yangidan maydonga chiqqan shoirlar maqtaldi. Mutbullah Mutallibni hamma odam maqtashdi. Bo'lib Mutaali xalpitim alohida maqtadi. Kulka mulohiza va yana soz bilan kun qiysaydi. O'tirishning qoidasi bo'yicha ro'za tamburini muqim pardasiga oldirmay chekishga boshlab edi. Butun odam jimib, xuddi masjidda namoz o'qiyotgandek holat paydo bo'ldi. Kal ey dilbar bayon aylay sana bir judolikni. Nihoyat rahim etib olding o'zingga oshnolikni. Tamamu xonimonimdin kechiba bir seni dedim. O'zimdin o'zga bilmaydi o'zim salg'an judolikni. Ro'za tamburining mushavirak muqomi hamma dilg'a huzur, mung va seg'inish o'ti yoqdi. Odamlar kimnidir seg'inmoqda. Yuragi kimgadir talpinmoqda. Albatta, hamma odam hayot musabsining bir bekitida shirin tushdek bir hayot sarguzashtisiga erishgan bo'ladi. Bu sarguzasht uning hayotining eng maxfiy siri, eng shirin aslimasi va eng seg'intiradigan xotirasi hisoblanadi. U shu bekatda yuragining nozik rosiligi bilan mast bo'lgan yoki mangulik judolik qor tamg'izi besilgan bir fojianing birdan-bir shohidi bo'lgan bo'ladi. Yoshligida birga kuygansan yoki shu kuyik visol tepib sen hayot lazzatining eng yuqori cho'qisiga yamishib chiqqansan va yoki hamma ish armon bo'lib qolgan bo'ladi. Ovozini birla anglab olsam degan qiz iltijosiga qancha kechalar, qancha seg'inishlar va qanchalik ko'z yesh singan, ha? Uni muqamda aytilgandek o'zidan boshqa hech kim bilmaydi-da.
Bay o'g'lining yodiga birdilla uning himoyasiga erishish uchun zo'nin master bilan kirgan yeliq chiroyli yigit keldi. Yaxshilik qilsang arziydi. Gimnaziyadagi 400 chaqbalning ko'ziga to'limi o'tkir, to'limi aqlliq bola deb Rahimjonning maqtab bergan. degan edi zo'nin master bola yo'q yerida. U Anvar apandining uyida 2 kun turdi. Har qitim Anvar apandi uning yeniga kirganda, u kitobga berilib ketgan holda edi. Gepa az, xiyolchan, tambal yigit hozir Milqa, Kunas, 9 daralarda qechib, mülkünüp yurganmish. Uning gunohi u qotilmish. U 2 uchiqchini etib o'ldirib qochgan ekan. Demak, uningda miltiq bor ekanda. U hukumat bilan elishishga jon tikkanlardan ekanda. Qizning uningga shuncha oshiq bo'lishi bekor emas ekan. Qiz uningga jinni atab qo'ygan. U bo'lsa xalq ekan. Hammaga erishib, qalbida nozik xotirlardan izna qolmagan odamlar boshqalarning holiga yetmaydi. Lekin Anvar apandi undaqlardan emas. U boy bolasi bo'lgani bilan nurg'un armonlarga yetolmagan. Nurg'un hasratli xotirlari hozirmi uning qalb jarohati bo'lib davosiz turmoqda. U dardi borning holiga yetalaydi. Shuna eliqin notunish qizning pixallari uning qalb daftariga yozildi-da. Mana muqam oxirlashdi. Endi umumiy naqshi boshlandi. Uyg'ur naqshlarining hammasiga xalqning yurak sadosi aralashib ketgan o'xshaydi. Mana G'o'ja ko'cha naqshlari aytilib edi, Anvar apandi naqshining har bir misrasini agishib takrorlag'il turdi. Naqshi emas, go'yo xalqqa uningga hol aytib. Bu zaminda naqshi bilan xalq mungi. Hatto daryo o'z tanglar shavqini birlashib ketgandek. Naqsha bu zaminning ona tilga yoki hamma ishlar xotirlangan cho'ng yilnomasiga aylanib ketgandek. Bu zaminda kimlar naqsh aytmadi, kimlar qon to'kib jon bermadi. Sadir palvon, Anaxon palvonlar o'tgili texi 100 yil bo'lmadi. Uningdan keyinchi Elaxon ko'kko'z degan naqshchi qafasga o'ltirib o'kiz harvista Urumchiga borg'icha naqshi aytgan ekan-ku. Lekin naqsha yig'zari ko'z yishi bilan hech bitmaydi. Xalq naqshidan qoral tutishga o'tadigan chog'i yetib keldi. Qirg'izlar qoral tutib edi, Shinsay alaqsada bo'ldi. G'o'janiyaz hoji xalqni qo'zg'ib edi, Shinsay Sovet ittifoqiga yelindi. Endi Sovet ittifoqimi uning himoya qila turdi. Eli xalqi qo'zg'alishi kerak. Men uni qila olamman. Yo'q. Anvar apandi uni qila olmaydi. Ihsoq bechu. U qila oladi. Lekin G'o'jadan bir G'o'janiyaz hoji chiqsa bo'ladi. Munolardan qaysi chiqa oladi? Yo'q. Bularning orasida undaq odam yo'q. Avu Elixon To'ra degan anjallaqning gaplari qaltiskana. Pa, bu odamning qo'zg'ash iqtidori yuqorida qiladi. Balki u chiqar. Yo'q, u bir dindor. Natiq atalaydigan margan, siyosatni yaxshi biladigan Isoq Bagdek biri chiqsa bo'ladi. Bundaq odam nadikin? Undaq odamni topalasam, 2 bochka oltinni qurol ol deb berib etatdim. G'o'ja shahrining eng katta odamlari qatnashgan tunji bahor o'ltirishi Dadamto mahallasidagi bahor go'zalligi bilan bezalgan bog'da gugum vaqti bilan oxirlashdi. Shu kunlar bu ish alohida xabar bo'lib Urumchiga naq Shingdobanning mahkamasiga yetib keldi. Shingdoban odati bo'yicha tapanchisini yalang'ochlab ustalga qo'ydi. "Kelama!" dedi u xabarchisiga. Uning xonasiga Leo Bangdi ismli saqchi mas'uli ehtiyot bilan kirib, eshikda turib chas berdi. "Darhol o'zingma!" dedi Shingdoban biledagi harbiy kameraga tayinib tik turib. "Bugun nima? Hozir xatarlik rayon Qashqar bilan Xotan emas, Qumul bilan Turpon emas, G'o'lji bilan Oltoy. U yerdagi Uyg'ur bilan Qozoq,
Har birining har bir qadamini aniq bilib turishimiz kerak. Ruslarning odamlari cho'chak orqali, g'o'lja orqali kirib maxfiy harakat qilmoqda. Qurol atkazchilari bo'lib olgan KGB odamlari hadab Uyg'ur qozoqlarni qurollantirmoqda. Sen yetarlik odam bilan g'o'ljiq borg'in, qizlarni melib ol. Heli qadak. May oyining oxiri G'o'lja shahriga soqchilar yig'ib ketdi. G'o'lja osmonidagi qora bulut quyuqlashib, yana vahima tutib boshlandi. Alohida tilga ilingan Dadam to'dagi qora yig'in qatnashchilari jon saqlash uchun taraf-tarafga pitirab qechishga boshladi. Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Biliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizam, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, inglizcha 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Bilqutun bil. Biliqut xazinasi